kichkintoy oila uchun pianinali telefon olib kelib qo'yganmiz. Narxi 110 ming so'mdan. 1 yoshdan katta bozorga tavsiya etiladi. Qisqacha ko'rsatib beramiz. Ko'rib turganingizdek sifati zo'r ishlangan. O'yinchog'imiz ancha plastik emas, bu tomoni metalldan ishlangan. Baquvvat. Men telefonimizni bemalol aylantirib chalsa ham bo'ladi. 8 xil rangda ishlatilgan. Bu tomonda qizil, olorang, sariq, yashil, och yashil, to'q yashil, ko'k, to'q siyoh rang, och siyoh rangda ishlatilgan. Hozir qisqacha ko'rsatamiz. Hop, o'zini mana shunaqangacha teg tarafda cho'pchasi bo'ladi. Asmasi ham vaqt plastikdan ishlatilgan. Qirrasi bo'lmaydi. Yana bizani men telefonimizni qo'yib qo'yib bemalol ovozlari ham ancha tiniq chiqadi. Bu o'yinchog'imizni kichkina bir yosh atrof bolajonlar tavsiya etilgani hisobiga kichkina bolajonlar urib o'ynashligi qiziqadi. Har xil qo'ldan ishlatishligi, rang ajratishligi ancha qiziqadi. Bu o'yinchog'imizni mana bemalol bolajonlar aylantirib, o'tirib o'ynashadi. Ko'rib turganingizdek qiyinchilik tug'dirmaydi. Qiziqarli ishlangan bolajonlarga. Sifati yaxshi. Mana shu narsasi aylangan payt chiqib keladi. Asosiy qismi o'zini mana shunaqangi cho'pchasi bilan cho'pchasidan chalsa bo'ladi. Qisqasi shu shaklda bemalol o'ynasa bo'ladi. Sifati zo'r ishlangan. Aytganimdek, xolisi bunisini, qo'llarni, barmoqlarni ishlatib bolajonlar o'ynab o'tiradi. Asosiysi qo'l harakati, rang ajratadi. Keyin bu tomonda bemalol urib o'ynasa bo'ladi. Buning o'yinchog'imizni eshitish qobiliyatini ham rivojlantiradi. Ko'rib turganingizdek mana ovozini mana sekin urib ko'ramiz. Ancha yaxshi tiniq eshitadi. O'yinchog'imiz narxi 110 ming so'mdan. Do'konimizda bundan qiziq o'yinchoqlar do'konimizda kutib qolamiz.